Kvadrat olamga birinchi marta tushib qo'yganimizda hammamizda shunaqa reaksiya bo'lgan. Nima qilishni, ishni nimadan boshlashni tushunmasdan faqat u yerdan bu yerga yugurish. Keyinchalik bu o'yin hammamizni o'ziga hech qanday syujetsiz, reallikdan juda uzoq va juda oddiy bo'lishiga qaramasdan ham qiziqtirib qo'ydi. Zoomerlar, bugun biz sizlar bilan nostalgiyaga burkalgan Minecraft olamiga yo'l olamiz va nima uchun u ideal o'yinlardan biri ekanligini aniqlashtiramiz. Qanday qilib eng oddiy o'yinlardan biri bo'lsa ham, bolalarga kelajakda asqotishi mumkin bo'lgan eng muhim skilllarni o'rgatadi. Eng muhim savol, nima uchun biz Minecraftda qurilgan uylar tutorialni yoki lava ustidan sakrayotgan Steve'ni videolarini hech qachon o'tkazib yubormaymiz? Bunda mas'ullarning qo'li bormi? Bularni ham bilib olasiz. Birinchi navbatda Minecraft qanaqa yaratilgani haqida gaplashsak, buni oldin hech qayerda eshitmagansiz. Bu ham qiziq hikoya. Mojang xuddi Facebook, Google, Amazon yoki Apple kabi kichik xonadan boshlanib, katta korporatsiyaga aylangan studiya. Markus Persson yoki Notch Minecraftning muallifi. Ishdan bo'sh vaqtida mini o'yinlarni yaratishni yoqtiradi. Lekin o'zini qiziqishi so'nib qolgani uchun ko'pini oxiriga yetkazmagan. Bir kun u tosh, o't va daraxtlardan iborat yangi kartani yasab ko'rdi. Aynan shu butun boshli avlodni tarbiyasida katta rol o'ynagan o'yin uchun birinchi qadam edi. Notch o'z o'yinini yaratish uchun o'sha payt ishlab turgan kompaniyasidan ketib, raqamli rasmni tayyorlaydigan oddiyroq kompaniyaga ishga kiradi. Qiziqarli fakt, Minecraft o'yinining birinchi nomi Ruby Dang bo'lgan. Keyinchalik Notch Infiniminer o'yinini ko'rib qoladi va u o'yinni birinchi marta sinab ko'rishdayoq bu aynan u yaratishga urinayotgan olam ekanini sezadi. O'yin qoidasiga ko'ra, ikkita konchilardan iborat jamoa yerdan har xil elementlarni qazib olishlari kerak. Qaysi jamoa ko'proq elementlar yig'sa, o'sha jamoa g'olib bo'ladi. Notchning va butun dunyoning baxtiga Infiniminer o'yini asoschisi loyihadan voz kechadi. Nimaga voz kechganining sababi aniq emas. O'yinning kodlari ochiq manbalarga aylangandan keyin Notch undan foydalanib o'zining Ruby Dang proyektini boyitadi. Bir necha kun o'yin ustida ishlab, uni yaxshilagandan keyin unga foydalanuvchilar kerak edi. Birinchi foydalanuvchilar juda ham muhim bo'lgan, chunki ular birinchi o'yinni o'ynab yoki kinoni tomosha qilib, musiqani eshitib, kitob o'qib ko'rib, o'z fikrlarini bildirishadi, feedback berishadi va mana shu mahsulot takomillashishiga hissa qo'shishadi. Notch ilk sinovchilarni TIG forumidan topadi. TIG forum o'yin yaratuvchilar uchun maxsus platforma. U yerda dasturchilar yangi yaratilgan o'yinlarni bir-birlari bilan ulashib, tekshirib ko'rishadi, fikr almashishadi. Notch o'yinni yuklashi bilan bir qancha iliq fikrlar eshita boshlaydi va foydalanuvchilardan biri unga mana bunday deb yozadi. O'yin nomini almashtirishni maslahat beraman. Bu juda ham oddiy nom. Minecraft nomini taklif qilmoqchiman. Ya'ni mine qazish, craft qurish. Notchga ham bu fikr osh ustidagi qazidek yoqadi va o'yin nomini o'zgartiradi. Minecraft taqdim qilingan ilk kundayoq TIG forumini portlatgan. Chunki odamlar o'zi qurgan narsalarini qolganlar bilan maqtanishardi. Faqat bitta muammo, u paytda hali siz ochgan server saqlanib qolmagani uchun qurgan narsalaringiz o'chib ketgan. Faqat yerni qazib yoki daraxtni chopib biror nima qura olardingiz. Bir oy atrofidagi harakatlardan keyin Notch bu kamchiliklarni ham yopishga erishdi. Shundan so'ng tushunib yetdiki, bu uni hobbisidan ko'proq narsa va unga ko'proq vaqt sarflash kerak. Nimaga? Chunki odamlarga u yoqa boshlagan, odamlar o'ynashadi, ko'p fikrlar bildirishadi va uni doimiy takomillashtirib turish kerak. Uni ustida ishlash kerak, ishlash uchun pul kerak. Notchda ikkita yo'li bor edi. Yo o'yinning ichiga reklamalarni aralashtirib tashlash yoki uni shunchaki to'g'ridan to'g'ri toza holatida sotish. Notch esa o'z foydalanuvchilarining asabi va o'zi yaratgan olamga hurmatni saqlagan holda ikkinchi yo'lni tanladi. 2009-yil Minecraft endi chiqqan paytda uni sotib olish uchun sizda 3 xil rejim, 3 xil yo'nalish yoki 3 xil versiyasi bor edi. Eng arzon alfa versiyasini, o'rtacha narx va yaxshiroq sifat, ko'proq imkoniyatga ega beta versiyasini va 20 yevroga o'yinni to'liq o'sha payt uchun tugatilgan versiyasini. Biz ham soqqa qilish uchun videoning ichiga 20 ta reklama tiqib tashamadik, chunki xuddi o'sha Notchga o'xshab o'z mehnatimiz va sizni asabingizni hurmat qilamiz, lekin Minecraftdan farqli o'laroq siz bu videoni absolut tekinga ko'rishingiz mumkin. Bir tiyin pul ishlab topmaymiz buning orqasidan. Shunchaki like, izoh yozish va obuna bo'lish o'zi yetadi. Aytgancha biz sizni layklaringizni olib chiqib sotamiz, shu orqasidan pul ishlaymiz. Bilarmidingiz? Siz ishlatayotgan megabaytlarni ham o'zimizga olib qo'yib, keyin sotamiz. Megabayt chegaralangan-ku, hamma bir-biri bilan almashish kerak. Olamizda odamlarnikini yig'amiz, to'xta. Keyin sotamiz Beeline'ga. Beeline telefon qiladi blogerlarga, "Aka, bloger, megabayt qolmayapti. Beringlar" deb.
Kriptovalyutami? Notch o'z oylik harakatlarini yopa oladigan summa ishlashni boshlaganda ishdan to'liq bo'shadi. Undan tashqari biroz muddat o'tib, o'zini eski hamkasblariga u bilan ishlashni taklif qilib, Mojangga asos soldi. Minecraft sotuvlari yaxshilanib, o'yin borgan sari ommaboplashib borgani uchun tabiiyki katta kompaniyalarda ham qiziqishni uyg'otgan edi. Hattoki Valve Notchni Amerikadagi bosh ofisga chaqirgan, lekin Valve'ning taklifiga Notch rozi bo'lmagan. 2010-yilga kelib Minecraft sotuvlari 700 mingdan oshgan bo'lishiga qaramay, hali ham tugatilgan o'yin hisoblanmasdi. 2011-yil noyabrga kelib, o'yin va nihoyat to'liq tugatildi. Mojang buni birinchi katta Comic-Con bilan nishonladi. Minecraftning rasman tugatilgan proyekt sifatidagi relizdan 2 hafta o'tib, Notch jamoani tark etadi, chunki u o'zi sevgan ish bilan shug'ullanmoqchi edi. Ya'ni hech kimga qaram bo'lmasdan ijod qilmoqchi. Shunchaki ijodkorlik bilan shug'ullanmoqchi va o'zi ko'p ijodkorlar shu narsani xohlaydi. Bitta loyihasi tugagandan keyin unga mehri so'nadi va o'zi uchun yangi gorizontlarni ochgisi keladi. Hattoki shunaqa rassomlar bor, bitta rasmini 10 yillab chizadi. Nimaga? U qiyin bo'lgani uchun emas. Shunchaki uni tugatgisi kelmaydi. Tugatgandan keyin ko'ngli qolib ketadi. Tugatgandan keyin qalbini bir qismi uzilib tushadi. O'shaning uchun haqiqiy ijodkor odam shunaqa. Bitta loyiha tugagandan keyin ketaveradi. Shunga qaramay 2014-yilgacha 3 yil davomida har xil baglar va o'yindagi xatolar haqidagi tweetlardan to'ygan Notch Mojangdagi ulushini sotishga qaror qildi. U shaxsiy hayotida yashashni xohlardi. Shundan keyin bir nechta katta kompaniyalar unga aloqaga chiqadi va Microsoft bilan kelishuv qilishadi. Mojangni Microsoft 2,5 milliard dollarga sotib oldi. Asoschilar o'yindan to'liq chiqdi. Shundan keyin Notch yangi qanaqadir Minecraft darajasidagi o'yin yaratmadi. Ishdan keyin shunchaki uyda o'tirib qilib qo'yilgan o'yin keyinchalik dunyo miqyosidagi katta fenomenga aylanib, bizni qahramonimizni rostdan ham mashhur, boy, katta insonga aylantirdi. Undan tashqari u ishlagan o'yin shunchaki oddiy sandbox emas. U haqiqiy ijtimoiy laboratoriya. Notch oxirgi paytlar o'zidan yaxshi nom qoldirmayapti, chunki har xil irqiy tweetlar va hokazo. Shuning uchun hatto uni Minecraftni 10 yilligiga ham chaqirishmadi. Da bo'lib turadi, meni ham xolamni qizini to'yiga chaqirishmagan, qaysi yozgan tweetim uchun deb o'ylasam, keyin bilsam qizlarni to'yiga erkaklarni chaqirishmas ekan вообще. Ana endi asosiy savolga Minecraft nega ideal o'yin bo'la olishiga to'xtalsak. Nega Minecraft ideal o'yin maqomiga da'vogarlik qiladi? Minecraftda xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Istalgan narsani, hattoki yuradigan uy qurish yoki Minecraft ichida Minecraft o'ynasa bo'ladigan kompyuter yaratishni ham iloji bor. Sizning kreativligingiz Minecraftdagi yagona chegara. Shunchaki oddiy birga bir blokchalar orqali o'z tasavvuringizni virtual olamda reallashtirasiz. Har bir inson o'zicha rassom, o'zicha artist va ijodkor. Albatta, Minecraft har bitta foydalanuvchiga mana shu imkoniyatni ideal taklif qiladi. Ya'ni siz o'zingiz xohlagan narsani yasaysiz, sizga hech kim xalaqit qilmaydi. Va Minecraftda yasagan eng katta, eng qiziqarli narsalaringizni esa izohlarda yozib qoldirib keting. Buni o'zi asosiy sabab bo'la oladimi? Yo'q, Minecraftni har xil model, har xil versiyalari bor va ular yildan yilga takomillashib boradi. 2014-yil Microsoft Mojangni sotib olgandan keyin hech nimani o'zgartirmagan. Oiz qimmat idishlarni olib shkafga qo'yib qo'yganda olib qo'yishgan. Bu orada esa Minecraft aktualligi borgan sari tushib, aynan Minecraft o'ynab stream qiladiganlar ham kamayib yoki shuni orqasidan mashhur bo'lgan streamerlar ham boshqa o'yinlarga o'tib borishardi. Buni sezgan Bill Gates shu oyog'ini tagida 700 dollar pul yotgan paytda bu pul sizdanmi deb so'rabdilar. Yo'q debdi. Sizdan bo'lmasa bizdan ham emas, oling shuni debsalar, yo'q men egilib olmayman. Nima uchun? Chunki men buni olaman deganimcha 1300 dollar topaman debdi. Jim qarab turmadi. 2016-yil Minecraftni saqlab qolgan yangi format reliz bo'ldi. Combat Update. Yangi versiyada janglar yanada qiziqarliroq va yanada strategik. Masalan, o'yinchilarga qalqon ham berildi, ya'ni chap qo'ldan foydalanish imkoniyati. Bu versiya o'yinchilarga yangi qiziqarliroq tajribani taklif qildi. Undan tashqari The Update Aquatic ham o'yinchilarga yoqqan, chunki bu update bilan o'yinga suv ostida suzish uchun maxsus iksir qo'shilgan. Yangi update har doim muxlislarni yana bir marta Minecraft olamiga chaqiradi. Yangi update chiqadi va odamlar bo'lmadi deganda o'shani ko'rish uchun ham o'ynashadi. Bu eng
faol bo'lmagan eng aktiv emas odamlar. Oxirgi update 2024-yil iyunida bo'ldi. Bu Tricky Tales versiyasi, yangi moblar va yangi hikoya. Bu versiya Indiana Jones vibe'ini beradi, chunki unda siz har xil artefaktlarni, eliksirlarni izlaysiz va albatta moblar bilan jang qilasiz. O'yinni ideallikka yaqinlashtiradigan yana bir asosiy sabablardan biri bu asosiy qahramonlar o'sha o'yinchilarni o'zi, ya'ni siz va men qanaqa o'ynasangiz shunaqa bo'ladi va har bir versiyasi yoki qaysidir ma'noda har bir mavsumida syujetni boshi bor, oxiri bor-ku, lekin qanaqa yurishingiz kerak, qayerga borishingiz kerak, bu missiyalarni qanaqa missiya emas endi, tipi syujetni qanaqa o'tishingiz kerakligi haqida hech kim tushuntirmaydi. Ochiq olam, hamma narsa erkin, o'zingiz xohlaganingizcha qilasiz. Okey. To'g'ri, bunaqa o'yinlar adashmasam bir 2003-2004-yildan beri chiqadi. Masalan, Fallout haqidagi videomizda ham shunga o'xshash fikrni aytgan edik va bu bir qarashda oson tuyuladi. Ya'ni tip o'yinni boshi bor, oxiri bor, u yog'iga o'zingiz o'tasiz. Har bitta narsani o'zingiz kashf qilasiz. Masalan, Red Dead Redemption 2 ham xuddi shunaqa, vobshe kayf. Lekin oddiy eshittirgani bilan bu narsani ishlab chiqish, tuzib chiqish, to'g'irlash juda ham qiyin. Hamma o'yinlar ham bu vazifani zo'r uddalolmaydi. Juda ham sanoqli o'yinlar bor va o'shalarning orasiga Minecraft ham qo'shiladi. O'yindagi asosiy maqsad jon saqlab qolish va Minecraftni yutish. O'yin juda sodda va shu bilan birga juda murakkab. Juda ham oddiy, lekin sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi. Undagi ovoz effektlari ham alohida mavzu. Tovushlarni hammasini mana bu mujik Samuel Aberg, xullas shu Samuel yozgan. Bu tovushlarni yaratish uchun u hamma narsadan foydalangan, hattoki hali chaqaloq bo'lgan farzandidan. Phantom Mobi uchun u farzandini yig'layotganini yozib olib, ustiga har xil effektlar qo'shgan. O'zini izoh berishicha, Phantom uyquga to'ymaganda paydo bo'ladigan mob va o'sha paytlarda uning farzandi kechasi bilan yig'lab Phantomini ko'rsatgan. Microsoft qilgan yana bir dohiyona g'oya shundan iborat ediki, har qanday inson istalgan qurilmasida Minecraftni o'ynay oladi. Xoh u kompyuter bo'lsin, smartfon, pristavka, gamepad va hattoki Kindle. Kindle haqida bilmaganlar uchun tushuntirib beraman. U faqat elektron kitoblarni o'qish uchun chiqarilgan qurilma. Unda faqat kitob o'qish mumkin. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram umuman hech qanaqa ijtimoiy tarmoqqa kira olmaysiz. Faqat kitob o'qiy olasiz va Minecraft o'ynasa bo'ladi. Har qanaqa qurilmaga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar siz bilasiz, unda qaysi time killerni o'ynashingiz mumkinligini. Va men o'ylab qoldim-da, Minecraft shunda afsonaviy Doom o'yiniga yaxshi raqobatchimi, shunda konkurent deymiz-ku, chunki Doom o'yinini ham odamlar menimcha bitta dazmolda o'ynab ko'rmadi, hattoki 2 qatli uchun testda ham, haligi apparatchasida ham o'ynab ko'rishdi va agar sizlarga shu mavzu qiziq bo'lsa, ya'ni nimaga o'zi shunaqa o'ynasha oladi odamlar, o'zimiz eksperiment qilib har xil qurilmalarni ichiga o'sha o'yinni o'rnatib ko'rishimiz qiziq bo'lsa, videoga like bosing, 10 mingta laykdan ko'p bo'lsa, o'sha eksperimentni qilamiz. Doom haqida ham video bo'ladi, ham o'zimiz ham o'ynab ko'rsatib beramiz. Xullas qisqa qilib aytsak, Minecraft sizga aqlga sig'mas tajriba beradi. Oddiy jon saqlab qolishdan to kimyo va fizikani elementar birinchi bosqichlarini o'rganishgacha va undan tashqari har xil damlamalar damlashingiz mumkin. Bir-biriga bog'liq bo'lmagan alohida elementlarni birlashtirib, boshqa narsa hosil qilsangiz ham bo'ladi. Ko'p narsa o'rganasiz. Lekin bularning barchasi kichik sabablardan biri. O'yinni fenomen darajasiga olib chiqqan eng asosiy omillardan biri albatta serverlari. Ya'ni onlayn boshqa o'yinchilar bilan o'ynash va ular bilan kommunikatsiya qilish imkoniyati. Keling o'yindagi asosiy maqsadga qaytamiz. Tirik qolish. Insoniyatning 100 ming yillar oldingi maqsadi nima edi? Aynan shu tirik qolish. Har kuni tongda yana bir kunni tirik qolish uchun uyg'onishardi. Yildan yilga insoniyat rivojlanib, yerni yaxshiroq va yashashga qulayroq joyga aylantirdi. 100 ming yillar davomida rivojlanib, har xil boshqaruv turlarini boshimizdan o'tkazdik. Kunni tirik qolish maqsadida boshlaydigan mavjudotdan to sevgan insonni tashlab ketgani uchun o'zini o'ldiradigan yoki 45 yoshida ham Jaloliddin Ahmadaliyev ashularini siqilib eshitib yuradigan mavjudotga aylandik. Minecraftdagi ochiq serverlar ham xuddi shu tajribani boshdan o'tkazishgan. O'yinning asosiy foydalanuvchilari bolalar bo'lsa ham survival rejimida o'ynayotganda xuddi qabilalar kabi tunni o'tkazib olish uchun g'or topishlari, ov qilishlari, birgalikda resurs topib, bir-birlarini oldinga tortishlari kerak edi. Tabiiyki, bu jarayon o'z-o'zidan jamoa lideri, ovchisi,
dehqonchisi va shunga o'xshash har xil kasblarga ehtiyoj paydo qilib, insonlarni statusini bo'lib berardi. Kreativ rejimdagi ochiq xalqaro serverlarda bir nechta kichik communitylar bir-birlari bilan kelishuv, sulh tuzib, o'ynashga majbur bo'lishgan. Community boshqaruvi ham haqiqiy davlatnikiga o'xshab har xil. Demokratik, monarx tomonidan boshqariladigan va kommunistik. Hamma o'z qadriyatlari tabiatidan kelib chiqib, jamoasini tanlaydi. Minecraft ideal o'yinmi? Albatta yo'q, chunki bu hayotda ideal narsani o'zi yo'q va Minecraftni o'ta yomon ko'radigan odamlar ham yetarlicha. Boya aytganimdek, sodda, oddiy ko'ringani bilan aslida murakkab va qiziqarli, o'z ichiga tortib keta oladigan o'yin. Va eng qiziq tomoni, bu Nochning shunchaki oddiy hobbisi, qiziqqonligi va jo'shqinligi evaziga dunyoga kelgan. U qanaqadir katta natija qilish uchun ishlamagan. U shunchaki jarayondan rohatlanib, shu ish bilan shug'ullanish uchun ishlagan. Va aynan shuning uchun ham o'yin yakunlangandan keyin jamoadan chiqib ketadi, bu loyihani tark etadi. To'g'rimi? Gapim xuddi influencerlarning safsatasida tuyulishi mumkin, lekin bu hayot qonunidagi gap. Qaysidir ishga shunchaki ichingda olov bilan qiziqasan. Oxirida qanaqa natija keltirar ekan deb o'ylamasdan shunchaki jarayondan kayf qilib ishlaysan va ko'pincha bu narsa seni xursand qiladi. O'zumuman oxirida bu narsa xafa qiladimi, xursand qiladimi, natija keltiradimi deb o'ylamasdan kayf uchun ishlash juda ham muhim. Ko'pincha odam ijodkor bo'lish kerak. Ijod jarayonidan kayf qilish kerak. Yashashni tanla, kurashni tanla. Doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.